بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. اقتربت الساعة وانشق القمر Kıyamet yıkıllaştı, ay yerildi. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر Quraysh kufarları birer möcüzünü görsüler, imandan yüz örüp, bu davamlaşqıcı sehirdir deyişidu. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر Ular Peygamber aleyhisselamını inkar kıldı. Nefs xahişlerine geçti. Yaxşılıqtın ya yamanlıqtın bolsun, her iş şu işin əhlini cennetke ya dozaqqa uğurlaştırğucudur. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ Ular hakikaten Kur'an haberlerden ibret ilindiğen muhtarda ners geldi. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ Mükemmel hikmet geldi. Allah ularını şaqi kılğanlık üçün ularga agahlandırışlarının paydası bolmaydı. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ Ulardan yüz örgün. O günde çakırgıcı, yani İsrafil, qiyin işqa, yani hesap çakırdı, yani sür çalıdı. خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ Ular korkunuştan tikilip qarayalmağan halda, goya tağırılıp ketken çeketkidek kabirlerden çıkıp gelidu. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ Ular çakırgıcının aldığa boyunlarını sozgan halda yügüreydi. Kapırlar, bu qiyin kündür, deydi. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ Ulardan burun Nuh'nun kavmi inkar kıldı. Ular bendimizni, yani Nuh'ni inkar kılıp Mecnun dedi. O dingi davet kılıştın hayvi bilen men'i kılındı. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ O perverdigarıga, hakikaten men boza kılındım, yardım kılgın deb dua kıldı. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Osmanның darvozlarini quyulib yoquvchi yomg'ir bilan ichivetdik. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ Zemindan buloqlarni etildirib chiqardik. Allah taqdir qilgan ularni g'arq qilib aloq qilish ishiga binoan yomg'ir suvi bilan buloq suvi bir-biriga qo'shildi. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kiyimiga soldik. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ Kiyimi bizning himoyamiz ostida mang'atdi. İnkar qilinganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Uni, ya'ni to'pan balasini ibrat qilib qoldirdik. İbrat alg'uvchi bormi? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ Mening azobim va ogohlantirishim qandoq ekan? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Hakikaten biz Qur'onni hepsi uchun oson qildik. İbrat alg'uvchi bormi? كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
Ad qavmi payg'ambari Hudni inkor qildi. Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Şübhisiz ki, ularni biz shumliqqa uzilmaydigan shum kunda so'g'oq bo'ron avatib aloq qildik. Bo'ron kishilarni o'rinlaridan yulib ketadi. Go'yo ular qo'mirvitilgan xorma ko'taklardek yotadi. فكيف كان عذابي ونذر. Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Biz haqiqatan Qur'onni hifzi uchun oson qildik. Ibrat olg'uchi bormi? كذبت ثمود بالنذر. Samud ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Ular aytdi: "Orimizdagi bizga o'xshash bir odamga ergashamdik. Unda qilsak, u chaqda biz haqiqatan gumrohlikqa va saronlikqa mubtalo bo'lamiz." أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Orimizdan uningga vahiy nozil qilindimi? Hargiz undaq emas. U yolg'onchidir, mutakabbirdir. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Ular ata, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Biz haqiqatan sinash uchun ularga tish to'gini avatimiz. Ey Solih, ularning nima qilarini kutgin. Ularning aziyatlariga sabr qilgin. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Suning ular bilan to'gining orasida bo'linganligini, qaysining navbati kelsa, shuning hozir bo'ladiganligini ularga uqtirib qo'ygan. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Ular birodarini to'gini o'ltirishga chaqirdi. U qilichini ilib to'gini bo'g'izladi. فكيف كان عذابي ونذر. Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Şübhisiz ki biz ularga qattiq bir ovozni avatib, halok qilish bilan ularni qo'tan yasug'uchining tashlandiq shox shumbilarda qilib etdik. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Biz haqiqatan Qur'onni hifzi uchun oson qildik. Ibrat olg'uchi bormi? كذبت قوم لوط بالنذر. Lutning qavmi ogohlantirishlarga chin bitmidi. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. Biz haqiqatan ularni tosh yog'dirib aloq qildik. Faqat Lutning tavallari buning sirtidir. Ularni ne'matimiz yuzidan saharda qutuldirdik. Shukr qilguvchini biz mushundoq mukofotlaymiz. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Şübhisiz ki Lut ularni bizning jazolashimizdan ogohlantirdi. Ular ogohlantirishlardan shaklandı.
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Ular Lut'un mehmonlarini, ya'ni odamzod shaklda kelgan farishtalarni ular bilan livota qilish uchun qo'g'dimaslikni so'rdi. Ularning ko'zlarini ko'r qilib etdik. Ularga azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar dedik. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Haqiqatan ularga atdiganda doimiy, ya'ni oxiratning azobiga ulinib keladigan azob nozil bo'ldi. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Ularga mening azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar deyildi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Biz haqiqatan Qur'onni hifzi uchun oson qildik. Ibrat olg'uvchi bormi? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Shak shubsizki Firavun jamoasiga ogohlantirishlar keldi. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Ular bizning bütün oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Ularni g'olib, qudratli holatda turib baloq qildik. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. Ey Arab jamoasi, ular, ya'ni men aloq qilgan o'tganki ummatlardan sizlarning kuffarlaringlar ortiqmi yoki sizlarga samoviy kitoblarda Allohning azobidan kechirim qilinish bormi? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. Yoki ular biz Muhammad ustidan g'olib qavmimiz demdi. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. Mushriklar to'pi mag'lub qilinadi, orqa qarab qochadi. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ. Hargiz undaq emas. Ya'ni ularga beriladigan azob bo'la emas. Qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texmi qiyindir, texmi jafoliqdir. İnnal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Günahkarlar haqiqatan dunyoda gumrohlikdadir, oxiratda do'zaxdadir. Yawma yushabuna fin-nari ala wujuhihim zuqu massa saqar. Ular do'zaxda dum yatqizib so'rildigan kunda ularga do'zaxning azobini tetinglar deyildi. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning oraliqida o'rinlandi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Biz haqiqatan o'tganki ummatlardan kufrda sizlarga o'xshash bo'lganlarni halok qildik. Ibrat olg'uvchi bormi? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. Ularning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi noma amallarda mavjuddir. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. Kichik ish, cho'ng ishning hammasi lavhul mahfuzda xotirlangandir. İnnal muttaqina fi jannatin wa nahar. Shubhisizki taqvodorlar jannatlarda bo'ladi. Suv, may, asal, sut o'stanlardan bahramand bo'ladi. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ular qudratlik Allohning dargohida ko'ngildagidek joyda bo'ladi.